Shu yerda bir ko'zim tushib qoldi. Ya vas хочу с вами, хочу с вами foto ekan. Siz menga Instagramda yozgan qiz emasmisiz? Voy! Voy, mana shu qizni o'tkazmasanglar bo'lmaydi. Men iltimos qilaman. Shu qo'riqchi qarayotgan xavfsiz shu qiz bor-ku, menga necha yildan beri yozadi-da, shu haqiqiy fanatka bitta qarsak bo'lsin. Я себя не прошу dedi. Agar bugun siz bilan rasmga tushmasam, я себя не прошу. To'xtab turing. Yo'l bormi o'tga boradigan? Men boraman. Yo'l bormi? Yo'l yo'qmi? Bormi yo'l? Men boring, men boraman. Siz sozandalar nimadir chalib turinglar bungacha. Muxlis hurmati-da bu. Va'daga muvofiq men bugun Qoraqalpog'istonda Qo'ng'irotdaman. Shu yerda bir muxlisam menga yozgandi. Siz bilan rasmga tushmasam o'zimni kechirmayman deb ajalib turish uchun meni ko'rsatib qo'ying. Muxlislarga хочу с вами foto deb yozib qo'yibdilar. Umringiz uzoq bo'lsin. Не то что foto, video ham olaman mana siz bilan. Qani Qo'ng'irot! Katta, mencha sovg'a ham olib kelgansiz menga. Nima olib keldingiz? Voy, meni rasmimmi? O'zingiz chizsizmi? Yo'q-ay, ushab turing. Qaranglar qanaqa muxlis bor. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat katta aka. Otangiz nima? Sevinch. Bu yil Toshkentda konsert beraman. 25 yil. Kelasizmi? Va'da berasiz. Beraman, va'da bor. Bo'ldi. Sevinch va'da beryaptilar. Hammalarni kutib qolamiz. Xo'p. Dahshat konsert bo'lyapti-ku bugun. Men buni ofisimga qo'yib qo'yaman bu rasmni. Qaysi